hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Amerika Avazı Xitaycha bölümü Uyğur təşkilatları xalqara cəmiyyətini Sharq Turkistonni besilgan dövlət deb e'tirof qilishga chaqiriq qildi dedi. Baş ministerimiz Salih Xudoyor biz İsrailiya baş ministeri Netanyahudan asla qayta takrorlanmasin degan va'dasida ching turib, Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotim berishni umid qilamiz dedi. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Təşkilatıning Sharq Turkistonning Aqtaşlıq kitobi to'g'risidagi axborot e'lon qilish yig'ini matbuotlarda xabar qilindi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Uyg'ur tashkilotlari xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni besilgan davlat deb e'tirof qilishga chaqiriq qildi. Amerika Avazı Radiosi Xitoycha bölümünün 25 yanvar günüdeki xabarida aytilishicha, 2 yil ilgari 1 ayning 19 kuni Amerika hökuməti Xitoyning atalmış Şinjandagi Uyg'ur va boshqa Türkiy xalqlarga qarata tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan edi. Amerika hökumətining irqiy qirg'inchilikni rasmiy turda e'tirof qilganligining 2 yillik xotira kunida bosh shtabi Washingtonga joylashgan atalmış Şinjanning mustaqilligini talab qiladigan Sharq Turkiston sürgünde hökuməti va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatidan iborat ikki Uyg'ur tashkiloti Washingtondagi davlatlik axborot klubida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi va Aqtaşlıq kitob e'lon qilib, Xitoyning atalmış Şinjanni azaldan o'zining ayrilmas bir tarkibiy qismi degan bayonotiga qattiq raddiya berdi. O'tgan payshanba kunidagi axborot e'lon qilish yig'inida bu guruhga Sharq Turkiston azaldan Xitoyning ayrilmas bir tarkibiy qismi emas, mustaqillikni asliga keltirish birdan-bir chiqish yo'lidir degan temadagi Aqtaşlıq kitobining 12 betlik qisqacha mazmunini e'lon qildi. Aqtaşlıq kitob Xitoy Xalq Cumhuriyatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish, ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning asosiy erkinligi, kishilik huquqi va mavjudligini kafolatlantirish, Sharq Turkistonning qaytadan mustaqilligini barpo qilishni taqozo qiladi. Aqtaşlıq kitobning qisqacha mazmuniga asoslanganda mutlaq ko'p qism Uyg'urlar O'rta Osiyoning bu parchasini Sharq Turkiston deb atashni xohlaydi. Bu rayon hozir Junxo Xalq Cumhuriyatining boshqarishida bo'lib, xalqaro jamiyat tomonidan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb e'tirof qilindi. Mutlaq ko'p qism Sharq Turkiston xalqi Şinjan yoki Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni degan mustamlik ismni qo'llanishni rad qiladi. Chunki u faqat Xitoyning mustamlikasi va jahongirligini ilgari suradi. Shundaqla xalqning ittifoqligiga buzg'unchilik qiladi. Sharq Turkistonning tarixi va milliy jo'grafiyalik kimligiga sal qarash bilan xarakterlandi. Uyg'ur guruhlari Aqtaşlıq kitobida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligining tub sababi Xitoyning bu rayonni mustamlika va ishg'ol qilishidan iborat ekanligini ifodaladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasi o'tgan yil avgustda Xitoyning atalmış Şinjandagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni bostirishining insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkinligini, Amerikani o'z ichiga olgan ba'zi davlatlar Xitoyning bu rayonda irqiy qirg'inchilik qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy bu ayblashlarni rad qilib, atalmış Şinjanda qo'llangan tadbirlarning bo'lgunchilik, oshqunlik va terrorlikdan iborat uch cho'ng kuchni nishon qilganligini aytdi. Xitoy hukumatı 2019 yili e'lon qilgan Şinjan uzundan buyon Xitoy zaminining ayrilmas bir tarkibiy qismi degan Aqtaşlıq kitobida Xitoy tarixida Şinjan azaldan Sharq Turkiston deb atalib boqmagan. Azaldan Sharq Turkiston deb atiladigan bir davlat mavjud bo'lib boqmagan. Atalmış Sharq Turkiston degan davlatni targ'ib qilish Xitoyni parchalaydigan Junxoga qarshi kuchlarning Xitoyni parchalashga urinish siyosatining quroli va programmasi. 1949 yili Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilib, Şinjan tinch ozod bo'ldi. 1955 yili Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurildi. Şinjandagi har qaysi millat kishilari mamlakatimizga har millat kishilari bilan hamkorlashib, Şinjanning misli ko'rilmagan gullanish davrini boshlatdi deyildi. Bu ikki Uyg'ur guruhi Xitoyning Sharq Turkistonga qurolliq besib kirishi va undan keyingi egallashining tinchlikdan butunlay yiroqligini ko'rsatib berdi. 1930 va 1940 yillarda atalmış Şinjan Uyg'urlari va boshqa Turkiy xalqlar ikki qatim mustaqil Sharq Turkistonning qisqa muddatlik mustaqil davlatini qurgan bo'lib, birinchi qatimligining poytaxti Qashqar, ikkinchi qatimligining poytaxti Ili edi. Uyg'ur guruhlarining so'ziga qaraganda, Xitoy hukumatı statistikani kontrol qilib olib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk aholilarining haqiqiy sonini tuvan mo'ljarlab, qanoatlanarli tekshirish olib bormaydi ekan. Uyg'ur guruhining Aqtaşlıq kitobida Xitoyning qasddan xato statistika qilish va Xitoy bo'lmaganlarni tuvan mo'ljarlash odisi bo'lg'achqa,
Şərq Türkistan xalqı Xitayning Şərq Türkistondagi turlik nupusi to'g'risidagi rasmiy sonliq ma'lumotlarni rad qiladi. Şərq Türkistan sürgündü hökumetining tarixiy nupus soni va boshqa sonliq ma'lumotlarga asosan mo'ljallashicha 2016 yılı Xitay, Uyghur ve başka Türkiye xalqlarga irqiy qirg'inchilikni rasmiy boshlatishdan ilgari Şərq Türkistondagi Türklərning umumiy nupusi 40 milliondan oshib ketgan bo'lishi mumkin ekan. Xitayning 2020 yildagi nupus tekshirish natijasiga qaraganda Uyghur ve başka Türk milletleri atalmış Şinjanning umumiy nupusining 50%dan ko'pragini, Xitoy millati umumiy nupusining taxminan 40%ni egallaydi ekan. Şərq Türkistan sürgündü hökumetining bosh ministri Salih Xudoyor xalqaro jamiyatni atalmış Şinjanning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga va Şərq Türkistanning mustaqil davlat sifatida xalqining hur yashash huquqini qo'llashga chaqirdi. Amerikaning pensiyaga chiqqan askariy amaldori Bin Laden apandi axborot e'lon qilish yig'inida Amerika parlamenti, dunyoning har qaysi joylaridagi demokratik parlamentlar va a'zolari Şərq Türkistanning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishi kerak. Biz Şərq Türkistanning bir kuni mustaqillikqa erishadiganligini umid qilib, Tibetga qilgan yordamni Şərq Türkistanga qilayli dedi. Şərq Türkistan haqiqatlarini oshkorlagan, Şərq Türkistanning chiqish yo'lini yo'ritib bergan Şərq Türkistan haqidagi bu aqtashliq kitobni Xitoy tajovuzchilari 1949 yılı Şərq Türkistanni besib olgandan buyanqi 73 yil mobaynida hech qanday bir tashkilot va jamiyatning e'lon qilgani yo'q. Bu aqtashliq kitob faqat Şərq Türkistan sürgündü hökumeti va Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish tashkiloti tarafidan 2023 yılı 19 yanvar kuni e'lon qilindi. Yerusalim pochtasi xabar tori 24 yanvar kuni Xitoy-Isroiliya munosabati ojizlashayotgan munosabat sarlavhalik bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada aytilishicha, Netanyahu Isroiliya va Xitoyning o'zaro mablag' selishini tashviq qilayotganda o'zining Amerika bilan bo'lgan munosabati to'g'risida Xitoy bilan nihoyatda samimiy edi. 1990 yildan boshlab Isroiliyaning fan-texnika taraqqiyotining ortishiga ergishib, Xitoy Isroiliyaga yaqinlashishga boshladi. Xitoy bilan Isroiliyaning iqtisod va texnika munosabatining qo'yiqlashishi Amerikaning andish qilishiga yo'l ochdi. Amerika Xitoyni O'rta Sharqdagi nupuz va foyda nuqtasidan asosliq raqibi deb qaraydi. Amerika davlat bexatarlik strategiyasini muhim o'ringa qo'ydi. Xitoy o'zining kuchi va ta'sirini oshirish uchun O'rta Sharq va Afrikaning taraqqiyot turlariga milliard dollar mablag' solmoqda. Netanyahu Xitoyning kun sayin kuchayotgan iqtisodini Isroiliya uchun muhim fursat deb his qildi. Xitoy shirkatlari ko'pincha bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali Isroiliya portlarini zamonaviylashtirish, temir yo'l sistemasi qatorliq ul asliya qurilishiga qatnashdi. Isroiliya izchil turda tor boshqarish va top bilan ta'minlashni kontrol qilib keldi. Xitoy shirkatlarining muhim ul asliyalarni kontrol qilishini chekladi. Isroiliyani portlarni boshqarish, asrash va taraqqiy qildirishga mas'ul qildi. 2020 yılı mayda Washington ittifoqdoshlaridan bexatarlik xavfi bor rayonlarda Xitoy bilan bo'lgan aloqasini uzishni rasmiy talab qildi. Natijada 2020 yılı 8 oyda Angliya hukumati dunyodagi eng chong telegraf vositalari bilan ta'minlovchilarning biri bo'lgan Xitoydagi Huawei shirkati ishlab chiqargan mahsulotlarning 2027 yilning oxirida Angliyaning 5G turidan butunlay chiqarib yuborganligini e'lon qildi. Isroiliya yana Xitoyga qaratgan siyosiy maydonini Washington bilan moslashtirish uchun tadbir qo'llandi. 2021 yili 6 oyning oxirida Isroiliya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida Amerikaga qo'shilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan dafsanchiliklarni aybladi. Agar Xitoy Tayvanga tajovuz qilsa, Isroiliya hargizmo betaraf tura olmaydi. Xitoyning Tayvanga qarata harakat qo'llanmasligining sababi Xitoyning O'rta Sharqdagi bir balvoq bir yo'l qurilishi va ta'siriga elib keladigan ziyni bo'lishi mumkin. Amerika Xitoyni ayblishi va jazo yurgizishi. Isroiliyami buningga qo'shilishi mumkin. Tadqiqotlarda 2019 yildan boshlab Isroiliyaliklar orasida Xitoyga bo'lgan ijobiy qarashlarning tuvanlaganligi ko'rsatildi. Buningdagi eng muhim sabab Xitoyning Eronga qaratgan siyosati bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy Isroiliyani yo'qotishni maqsad qilgan hokimiyat bilan hamkorlik o'rnatdi. 2022 yilning oxirida Isroiliyaliklar Xitoyning tor texnikasining davlat bexatarligiga bo'lgan yoshirin xavf va uning iqtisodiga tayinish xavfini his qilishga boshladi. Ikki taraflik savdo va mablag' ostiladi. Bu oraliqda Isroiliya Xitoyning Isroiliya iqtisodiga aralashishini cheklashdek Amerikaning besimiga duch keldi deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga Twitter hisobidan inkos qaytarib,
Biz İsrailiya baş ministeri Netanyahu'dan asla takrorlanmasin degan va'dasida ching turib, Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotim berishni umid qilamiz dedi. Amerika hukumati irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgandan 2 yil o'tgandan keyin huquq guruhlari Sharq Turkiston uchun vaqtning qolmayotganligini aytdi. Xristian asri xabar torining 24 yanvar kunidagi xabarida aytilishicha, Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministeri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining rahbari Salih Xudoyer apandi 19 yanvar payshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida vaqt qolmayotdi. Agar Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati va mustamlakachilikka davomlashsa, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning yana 50 yil ichida mavjud bo'lishi bir masalaga aylanib qoladi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoy Xinjiang deb ataydigan musulmon Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar yashaydigan tarixiy makon Sharq Turkistonga vakillik qiladigan bo'lib, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti ikkisi Xitoy 1949 yili ishg'ol qilib, mustamlaka yurgizayotgan bu zaminni ishg'oliyatdan qutuldirishni maqsad qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining strategik maslahatchisi Mamtun Ala apandi dunyoning irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda qochib qutulolmaydigan muqaddas va insonparvarlik mas'uliyati bor dedi. 19 yanvar payshanba kunidagi yig'inda so'zlagichilar zo'ravonlikni faqat Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish orqali to'xtatqili bo'ladiganligini, xalqi sunniy musulmon bo'lsa-mu, har qanday shakldagi islom oshqo'lligi bilan munosabatining yo'qligini aytdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining jumhur raisi bo'lan Osman Yag'ma apandi Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining Xitoyning Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqidagi tashviqotiga qarshi yaqinda 300 betlik doklad e'lon qilganligini uqtirdi. 9 betlik qisqacha mazmunli torda e'lon qilindi. Xitoy uzundan buyon Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni nishonlab keldi. Millionlagan insonlarni jazo lagerlari va turmalarga so'lab bostirgan bo'lib, Amerikani o'z ichiga olgan g'arbdagi demokratik davlat hukumat va parlamentlari irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Xitoy buni rad qilib, lagerlarning tarbiyalash markazlari ekanligini aytdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan qul emgakiga selish, tug'mas qilib o'tish, mengisini yo'sh qatorliq qilmishlarni tafsiliy bayon qilib e'lon qilgan dokladida Xitoyni ig'ir kishilik huquq dafsanchilik bilan shug'ullandi dedi. 2021 yili 12 oyda Amerika parlamenti Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ma'qulladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministeri Salih Xudoyer Sharq Turkiston xalqi uchun olg'a ilgirlashning birdan-bir yo'li mustaqilligimizni va erkinligimizni asliga keltirish. Bu irqiy qirg'inchilikni haqiqiy tugatib, xalqimizning mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li dedi. Sharq Turkiston haqiqatlarini oshkorlagan, Sharq Turkistonning chiqish yo'lini yo'ritib bergan Sharq Turkiston haqidagi bu aqtashliq kitobni Xitoy tajovuzchilari 1949 yili Sharq Turkistonni besib olgandan buyongi 73 yil mobaynida hech qanday bir tashkilot va jamiyatning e'lon qilgani yo'q. Bu aqtashliq kitob faqat Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti tomonidan 2023 yili 19 yanvar kuni e'lon qilindi. Kuzatishlardan ma'lum bo'lganidek, milliy da'vo yo'nalishi farqli atmosferaga qadam qo'ygan yaqinqi bir qancha yil mobaynida yildan yilga burilish xarakterlik o'zgarishlarni, o'tkili qiyin bo'lgan bir qator davolg'ishlarni boshdan kechirdi va kechirib kelmoqda. Har jamiyatning yuqori va tuvan tabiqasi, sarxili va axlati bo'lganidek, sarxillarning shig'il toshlar orasidagi marmardek suzilib chiqqanligimi, marmarsimon tosh siyoqiga kirib olgan dashqillarningmi g'alvirda tas qilib manganligimi shohid bo'ldik. Bu jarayonda bosh otilib kelgan ba'zilarning kallasining barangdagi qapoqdan farqi yo'q manqurtligimi, viviskasiga ilm mash'ili yezib olib, shalg'ut zihniyatni bozorga soladigan ideya fohishlarini ko'rgan bo'ldik. Umumiy ahvoldan qaraganda, muddaolarning haqiqiy ma'noda siyosiy da'vo qilish bo'lmasdan, balki xalqni da'vo ismli qo'tonga qandoq qilib sulash, kirmaganlarni o'zligidan kiradigan podaga qandoq qilib aylantirish ekanligini o'z amaliyotlari bilan ko'rsatib bergan bo'ldi. Bu xil urinishlarga qarata albatta qarshi inkaslarmi oz bo'lmadi. O'qituvchilikmi ismi-jismiga loyiqlashgan qarshilikni shakllantirdi. Ko'rindiki, xalq uyg'onyotidi. Viviskadagi xatga qarabla o'zi va avlodlarining kelajagiga chetiladigan ishlarga bitim tugul bir tal chekitni o'ylashib atadigan darajada sezgirlashyotidi. Buning har turli siyosiy nayrangmozlikni, cho'ntak tumlash yoki g'o'jisining tamakisiga o't yoqish saniladigan ishlarni
da'vo deb yutqizish ko'yida yuradigan tiplarning ishi kundan kunga ta'sirlashishga boshladi. Buningga ergishib, qisqa yo'lni uzartishga yotadigan ishlarning durust emasligini uqib qoladigan, ko'rmagan suvga oldin ishdan silishga yotadigan safarbarliklarga to'xta, bu zodi nima ish deb savol qo'yib, kalladan o'tkazishga boshlaydigan angliqlarmi ko'paydi. Burunqidek vatan taqdirini bosh atalgan chapanboshlarga taslim qilib etib, xotirjam bo'ladigan zamonlarga xotim berishmi reallik yuzi ko'rishga boshladi. Mana bu sergishlar siyosiy ansamblchilikning koni sanamni kiyib, yangilab takrorlab beqishdek arzon usuldagi tafovut qazonini o'rvatmay turolmadi. Bu ish ularga shakl o'zgarishlar yetarlik emasligi, xarakteriga ba'zi o'zgartishlarni kirgizib, xuruj yangishlash lozimligi uchurini bergan edi. Shuning bilan kiyim yanglab aqtiramagan bozorning nag'masini yanglab beqish istaklari paydo bo'lishga boshladi. Milliy da'vo yo'lining do'qmishlariga musallat bo'lish ko'yida yurayotgan hamda yangidan qarsini ko'rsatishga boshlagan Van Kemperlik hodisasi mana bu xuruj yangishlab ansambl yanglash, nag'ma yanglab usulga sakritish taktikalaridan biri sifatida ko'zga chiliqmoqda. Burhan Muhammadning siyosat do'qmishining Van Kemperlari nima deydi nomli maqolasidan ilindi. Davomini keyingi xabarlarimizda davomli anlatamiz. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Gələr qitimli proqramımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.